kecha Olex'ni ko'rdim. 3 xonali kvartiralar $60,000, $70,000 ekan. Bu uyda bor-ku, ikkita spalnik, bitta detskiy xona, bitta mehmonxona, katta zal, samuziy, kuxni, yana narigi tarafga ko'z-juz allabalo narsalar bor. Eng qizig'i bor-ku, shaharning qoq markaziga desa ham bo'ladi, sohilda. Aka, bizga nima deysiz? Bu tarafga bemalol sport zal qursa bo'ladi, bilasizmi? Sport zal haqida gapirganda bor-ku, qorini sart tortib gapirish kerak. Endi qarang, bitta joy bor, bu tarafga bitta bilyardni qo'yib, mazza qilib o'ynab, do'stlar bilan mazza qilsa bo'ladi. Xullas, pul podval bor-ku, umumiy maydoni salkam 200 kvadrat. Voy, aytib o'tdim, to'g'rimi? Endi 2 marta aytganim uchun bitta like bosib qo'ying. Endi qarang, bu tarafga вообще bir katta joy bor ekan, dagi proyektlari ham qilingan ekan, lekin bu remont bo'lmagan ekan. Endi o'zingiz remont qilib olasiz, shuncha joyni olib pulingiz yetganda, bittasini remont qilish qiyinmi? Termizning ob-havosi yozda qanaqa bo'lishini siz mendan ko'ra yaxshi bilasiz. Yozda qanaqa dim bo'ladi, ayniqsa kvartiralarga yashash juda ham qiyin, to'g'rimi? Biz borku yosh bolalar, yosh katta onaxon, otaxona qiynaladi. Agar inshaalloh bu uyni olsangiz, ota-onangizni borku dovosga ko'milib ketsangiz, ishlaringiz ham borku, vashim yurishib ketadi, xudo xohlasa. Narxi ham borku vashim, uncha qimmat emas. Kommentariyaga narx deb yozib qo'ying, sizga shunday ma'lumotlarni tashlab qo'yamiz.